Menga ham qarindoshlarim aytadi, qani katakon o'tirib ko'ring, siz ham bir 2-3 soat gazsiz, svetsiz deydi. Bugun biz birinchi marta O'zbekiston sharoitida shu briket ishlab chiqarayotgan zavodni mana Popda ochdik. Bu nimadan dalolat? Bu avvalambor ko'mirdan ancha arzon, gazdan 4-5 barobar arzon. Standartlarga to'g'ri keladigan briket zavodni ochdik. Ana shuni 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo qilib tarqatib, oldiga pechkasini har xilini beramizda. Go'yoki kichkina masala, lekin odamlarni qiynayotgan, yosh bolasi, nevarasi bo'lgan odamlarga qishda issiq bo'lmasa, bulbul ovozi yoqmaydi degani shuda. Men ham qishloqda yashayman. Meni ham o'zimda hozir yashagan joyimda ham har kuni gaz bo'lmaydi, svet ham bo'lmaydi. Menga ham qarindoshlarim aytadi, qani katakon o'tirib ko'ring, siz ham bir 2-3 soat gazsiz, svetsiz deydi. Chidayman, nimaga aytsangiz, bu hayot, haqiqiy hayot, bu qishloq. Oyog'imiz yerdan uzilmay qishloqda hayotini ko'proq bilsak, xatomiz kam bo'ladi. Qabul qilayotgan qarorlarimiz adolatli bo'ladi.